Boshqalarning ko'nglini yerim qilish, ko'nglini og'irtish, ko'ngliga aziyat berishning yomon illat va gunoh ish ekanligini ko'pinchimiz bilamiz. Ammo shundaq turib, hozir ko'pinchimiz o'zimiz bilib va yoki bilmay boshqalarning ko'nglini yerim qilyapmiz, ko'ngliga aziyat beryapmiz. Boshqalarning ko'ngliga aziyat berish, ko'nglini yerim qilish qandoq turib so'z bilan, tillash bilan va yoki haqorat qilish bilan bo'lmaydi. Ba'zi ish harakatlarimiz, garchi o ish harakatlarimizning o'zi to'g'ri bo'lsa-mu, o'zimiz diqqat qilmasak, boshqalarning ko'ngliga aziyat berishi mumkin. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom, sizlar 3 odam bo'lsanglar, 2 odam yana bir odamni yolg'iz qo'yib maxfiy paranglashmoqson deydi. Ya'ni 3-shaxsning gapini qilmagan bo'lsa-mu, ikkisi maxfiy paranglashsa, 3-kishining ko'ngli yerim qiladi. Ya'ni mendan maxfiy qanday gapi bordi, menga ishonmamdigandi, va yoki mening gapimni qilishayotganmidi deganga o'xshagan yomon gumonlarga tushib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom fa inna zalika yuhsinuhu. Ya'ni 3 odam bo'lsa, 2 odamning maxfiy holda paranglashi 3-shaxsning ko'nglini yerim qiladi deydi. Bundan biz bizning dinimizning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning boshqalarning ko'nglini ayashga naqadar ahamiyat berganligini ko'rib olamiz. Garchi 2 odam to'g'ri gap qilishgan bo'lsa-mu, uning g'aybatini qilmagan bo'lsa-mu, uning ko'nglini ayab 3 odam bayada 2 odam maxfiy paranglashmasin dedi. Yana bir hadisda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom la tudimun nazar ilal majzumin. Kasal odamning sizlarning ko'rishni yaxshi ko'rmaydigan yeriga uzun qarmanglar, tikilib qarmanglar deydi. Ya'ni kasal bir odamning ayib bo'lsa, va yoki bir jarohati bo'lsa, ya'ni boshqalarning ko'rishni xohlamaydigan yeri bo'lsa, u yerga tikilib qarmanglar deydi. Nima uchun? U yerga tikilib qarasanglar, u kishini o'ng'aysizlantirsizlar, ularning ko'nglini yerim qilasizlar. Demak, bizning dinimiz shu qadar nozik inchikidinki, garchi bizning qilganimiz xato ish bo'lmasa-mu, u ish harakatimiz boshqalarning ko'nglini yerim qildigan yerga olib qolsa, u ishni qilishni bizga to'sadi. Shuning uchun bizning ota-onalarimiz bolasi yo'qning qishida balang haqida gap qilma, puli yo'qning qishida puling haqida gap qilma, uy yo'qning qishida uying haqida gap qilma, kasalning qishida tiningning saqligi haqida gap qilma degan isil nasihatlarni bizga bergan. Chunki biz erishgan narsalarga u kishilar erishmagan. U erishmagan kishilarning oldida biz erishgan narsalarimizni so'zlasak, bu ularning ko'nglini yerim qiladi. Afsus, biz bugun kunimizda bu axloqdan, bu sunnatdan shu darajada yiroqlab ketdikki, yegan tomoqimizni, bag'an joylarimizning hammasini kishilar hammasi ko'radigan ijtimoiy tarqatib vositalar kengayib tarqatamiz. Bu qilgan ishimiz shu isil joylarga borolmagan, shu siz yegan isil tomoqlarni yemagan kishilarning ko'nglini yerim qilmasmi? Siz bolalaringizdan xushal o'ynayotgan ko'rinishni to'rda taqatgan vaqtingizda, bolalardan ixtiyorsiz ayrilgan kishilarning yuragini zidiq qilmasmi? Aramizda eridan ixtiyorsiz holda ayrilgan nurg'ulgan ayollar bor. Shundaqla ayollardan ixtiyorsiz holda ayrilgan nurg'ulgan erlar bor. Nima uchun ularning ko'nglini azroq bo'lsa-mu aymaymiz? Isil tomoqlarni yang isliyalarga berib o'ynang, damalish qiling. Bizning dinimizda damalish bor. Lekin uni to'rlarga chiqarib boshqalarning ko'nglini yerim qilishning nima ahamiyati, nima hojati bor? Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda va la yu'zihi bi qitari qidrihi illa ay yughrifa lahu minha. Sizlarning biringlar tamoqatga vaqtida tamoqining purqi bilan qo'shnisiga aziyat bermasin. Agar shundoq bo'lib qolsa, ya'ni atgan tamoqning purqi qo'shnisiga chiqib ketib qolsa, uningga bir chumich usib sunsun deydi. Siz isil tamoqlarni uyda puritib yegan vaqtingizda, qo'shningiz uningdan mahrum holda uning purqi burniga kirsa, ko'ngli yerim bo'ladi. Siz o'zingizning haloldan topgan puliga itib yegan bo'lsangizmi, qo'shningizga aziyat berganlik uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom va la tu'zihi, ya'ni aziyat bermasin deydi. Ya'ni tamoqlarning purqi orqali qo'shnisiga aziyat bermasin deydi. Ya'ni qilgan ishingiz to'g'ri bo'lsa-mu, bu qo'shningizning ko'nglini yerim qilganlik uchun bu bir aziyat hisoblanadi. Endi siz shu isil joylarga berib, isil nashliqlarni, isil yatoqlarni chiqargan vaqtingizda u yerga berish imkoniyati bo'lgan qarindoshlarning ko'nglini yerim qilmasmi? Bu o'xshashlar boshqalarning ko'ngliga aziyat berish hisoblanadi. O'ynang, ammo boshqalarning ko'ngliga aziyat bermang. Chunki bizning dinimizda boshqalarning ko'ngliga aziyat berish, ko'ngli yerim qilish Alloh eng yomon ko'radigan ishlarning birisi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan Allohga eng yaxshi ko'radigan amal qaysi deb so'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ahabbul a'mal ila Allohi azza va jalla sururun tudkhiluhu ala muslim. Allohga eng yaxshi ko'radigan ish bir musulmonning qalbiga xushallik ato qilish deydi. Allohga eng yaxshi ko'radigan ish bir musulmonning ko'ngliga xushallik ato qilish bo'ladi ekan. Bir musulmonning ko'ngliga aziyat berish, ko'nglini yerim qilish bu Allohga eng yomon ko'radigan ish bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu nuqtani bizga nihoyat inchki eslatgan. Shuning uchun hozir yoz keldi, nurg'u yerga boramiz, lekin u yerga berib, u yerga borolmagan kishilarning ko'ngliga aziyat bermanglar. Bolalar bilan xushal o'ynanglar, lekin bu orqali bolalar endi bo'lmagan kishilarga aziyat bermanglar. Ya'ni u o'ynagan kunishinglarni to'g'ri chiqarish orqali bolalar endi bo'lmagan kishilarning ko'ngliga aziyat bermanglar. Isil tomoqlarni yeb ichinglar, isrof qilmanglar. Shundaqla uni to'g'ri chiqarish orqali u yerga borolmagan kishilarga aziyat bermanglar.